Assalomu alaykum. Bizni ko'rib turgan barchaga Xudo xolasa mana yangi obyektga kelib olganmiz. Ishni boshladik. Tomga penalonboz quyish jarayoni. Hozirgi manzilimiz Namanganda bo'ldi. Shu 185-90 kvadrat joyimiz bor edi. Mana bir qator yamab chiqib olganmiz. Ustini tekizlash qolgan. Endi bu tarafdan quyib ketyapmiz. Tekizlab bir yo'li to'ldirib. Bu taraflarimiz mana quyib oldik. Ko'rib turganlaringni beka to'sinni o'rniga mana firma qilinganida o'rtadan abrezyon tashlangan. Keyin shuni ichiga vassalida aralab, shu 60 ga aralab terib chiqilgan. Ichini to'ldirishga quydik. 6-7 sm bo'ldi. Shunday holatda ham quysa bo'laveradi. Bu ayniqsa bir bilan ikkinchi etajni o'rtalariga shunday holatda bo'lsa juda zo'r bo'ladi. Mana qattiqligi yaxshi holatda chiqyapti. Bemalol ustida yuribmiz. Ustidan keyin shunday polni ham qo'ysa bo'laveradi. Hozir mana bir qator quyib ham ko'rsatib beramiz bu tarafimizdan. Bu penalonbozimizda shunday vassalini ustiga, chilipovkani ustiga materiali bor tashlaymizda, ustidan quyaveramiz. Suyuqlikning hisobiga o'zi past baland joyga oqib boradi. Razmeri ham shunday chiqaveradi bir boshdan. Mana ko'rib turganlaringiz shuni suyuq holatda quyiladi boshida. Bu quygan narsamiz uzog'i 10 minutda qatiydi. Qurib ketishiga necha vaqt kerak bo'ladi. Yoz kunlarida shu 15 kun 20 kunda qurib ketsa, qish kunlarida hozir mana dekabr oyidamiz. 1 oy, 1,5 oy, 2 oygacha qurib ketadi. Lekin buni qurishining ahamiyati yo'q. Biz quyib chiqib ketganimizdan keyin 2-3 kundan keyin bemalol pol patali o'zi bitirib uyda bitiraverasiz. Oqadigan narsa oqib, shunda o'zi quygan kunimiz o'zi bo'ladi. Qolganiga oqmaydi keyin. Shunaqa tomga pena quydirmoqchi bo'lganlar ekranda nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatimiz vodiy bo'ylab. Rahmat hammaga, sog' bo'lasizlar.